Bugün sizlerge ep kelgenimiz purchaq sütü chiqarish usulini ep keldik. 2 kilo 400 gram etrafida su qo'yamiz. Purchaqning sutini süzgüç cho'yildan o'tkazamiz. Ayishgandan keyin ichini suradigan yoki qo'sqini ag'artib qo'yadigan ahvollar yuz berdi. Shuningga cho'qim pishiq qaynatib yutamiz. Buni odatda chuyun qozonda yoki temir qozonda qaynatishga bo'lmaydi. O't kuchi yuqori bo'lib ketsa, iskitadigan ahvollar bo'ldi. Shunga o'tni bek ayrim qachiga to'kib olamiz. Keyingi sonda purchaq qetiq yasashninki usulini ko'rsatamiz. Sizlar ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugun sizlarga ep kelganimiz oilalarda purchaq sütü chiqarish usulini ep keldik. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. Bunun ketadigan materiallar seriq purchaq. Buni bir kech burun suvga chilab qo'yamiz. Purchaq yumshab, shu izilgidek shu holatga kelgan vaqtida bo'ldi. Bizning bu chilg'inimiz 300 gram purchaq. Buni izish mashinasiga qisab ezib olamiz. Gram purchaqqa 2 kilo 400 gram etrafida su qo'yamiz. Buni mashinada ezib sutga aylantirib olamiz. Bu ezib olgan purchaqning sutini süzgüç cho'yildan o'tkazamiz. Bu purchaq sutini süzgüç cho'yilda o'tkazsak ham bo'ldi yoki dakidan o'tkazsak ham bo'ldi. Ko'pchilik bu chiqarib olgan purchaq sutini qozonga to'kamiz. Qozonga to'kib, eng past o'tda bizda qaynatamiz. Bunun ustidagi köpüklerini evasak bo'ldi. O't kuchi yuqori bo'lib ketsa, iskitadigan ahvollar bo'ldi. Shunga o'tni bek tuvan qilamiz. Biz to'xtamay aralashtirib turamiz. Buni odatda chuyun qozonda yoki temir qozonda qaynatishga bo'lmaydi. Buni alyumin datlashmaydigan po'lat, bizda chaplashmaydigan qozonlar bo'lsa bo'ldi. Bu qaynab chiqdi. Bu qaynab chiqsa hesap emas. Yana bu qaynab chiqqandan keyinmi 5-6 minut etrafida qaynatib yutamiz. To'liq pishirib etmasak, ayishgandan keyin ichini suradigan yoki qo'sqini ag'artib qo'yadigan ahvollar yuz berdi. Shuningga cho'qim pishiq qaynatib yutamiz. Bo'ldi. Bu shu pishgandan keyin buni ayrim qachiga to'kib olamiz. Üstüdeki köpüğünü evetsak buldu. Purchaq sütü bitip çıktı hazır. Muştunga quruq içsek mi buldu? Eğer tatlı yeymen deydiganlar bolsa, şeker silip içsek buldu. Purchaq sütüdün ki esas usul emşekçi buldu. Bunun devamı var. Keyingi sonda purchaq qetiq yasashninki usulini ko'rsatamiz. Xayr xo'sh, keyingi sonda ko'rishaylik.